Assalomu alaykum podpischilar. Ko'rib turganlaringiz yantoqda asal. Kilogrammi 1 kilodan. Bittasini adilni qo'yganda maqsadi bu paxtaniki. Oqroq ko'rib turibsiz. Bunisi qizil top sariq, bunisi oppoq. Oq asal paxtaniki bo'ladi. Bularni kilosi o'zimizda nimada 110 ming kilosi. Agar ko'proq olaman desa, kelishtirib ham beraveramiz. Bular yuziga e'tibor bersalar, suv bu solingandan keyin shira bo'lib qoldi. Shirasini ketkazish maqsadida suv bilan yuvib tashladik. Nima deymiz? Asalari ham ishlab yotibdi.